Assalomu alaykum qizlar. Qizlar bugun Versace quroqni tikilishini ko'rsatib o'taman. Bunun uchun bizga oq surpimiz 3 santimetrlik oq lenta, 3 santimetrlik ko'k lenta kerak bo'ladi. Mana endi 3 ga 3 to'rtburchak ko'k to'rtburchaklarimiz kerak bo'ladi. Uning uchun kesib olamiz. Mana shu lentani o'zidan kesamiz. Qanaqa qilib mana bu 3 santimetr buyog'i, endi 3 santimetr buyog'idan qilib chizib olamiz. Mana 3 santimetr qilib, ya'ni to'rtburchak hosil bo'ladi shunda. Xuddi shuni kesib olamiz. Shunda 3 ga 3 to'rtburchagimiz hosil bo'ladi. Xuddi shuni qilib ikkinchisini ham kesib olamiz. Mana kesib oldik to'rtburchakchalarimizni. Endi xohlasanglar mana bunaqa chizib olinglar. Xohlasalaring men o'zi kesganda ham o'rgatganman. 3 burchak emas, mana bunday qilib mana shu holatda qilib olamiz. Shuni ochganimizda o'rtasida chiziq hosil bo'ladi. Mana hosillarda ko'rinadigan qilib chizib oldim. Endi buni ko'kini ustki tomoniga qo'yib, patini pastga qaratib, xuddi shunaqa qilib tikib olamiz. Qanaqa qo'yishni hozir ko'rsataman. Mana xuddi shunaqa qilib o'rtasiga qo'yamiz, lekin chok tushadigan joyimizni to'g'riga qo'yamiz mana. Mana shundan chok yurib keladi. Mana chok shu yerda yurdi. Endi ochib olamiz. Ochganimizdan keyin endi ko'kdan yuramiz. Ko'kdan boshlasak ko'k bilan, oqdan boshlasak oq bilan tugaydi. Patini pastga qaratib tikishni boshlaymiz. Demak, qaranglar. Bitta, ikkita tushdi, ikkita. Endi yana oqdan ham ikkita qilib olishimiz kerak. Qizlar, endi qaranglar. Buni tikib oldik ko'kka urlab. Ikkita bo'ldi. Endi buni ham ikkita qilib olishimiz kerak. Shuning uchun bu yerda aylantirib olamiz, bu yoqqa tikib olamiz. Bu yoqdan ketmaymiz. Faqat oq lentamiz oq bilan to'qnashishi kerak, ko'kimiz ko'k bilan to'qnashishi kerak. Hozir bunaqasi tikmaymiz. Shu oq bilan to'qnash uchun bunaqasi tikamiz. Lentalar har doim tuk pastga qaragan bo'ladi. Iloji boricha lentani bittasini bu yoqqa, bitta ko'kka esa bu tomonga qo'yib olsanglar ketaveradi. Versace quroqda ko'k ko'kka, oq oqqa ketadi. Demak, ikkita ko'k qilib oldik, endi ikkita oq qilib olishimiz kerak. Ya'ni ikkita bo'lish kerak yurganimiz. Tikishimizni lapka bo'lib tikaveramiz. Mana ikkita bo'ldi. Ikkita oq, ikkita ko'k bo'ldi. Endi yana mana qilib ko'kni 3 ta qilib olishimiz kerak. Soat strelkasi bo'lib tikib ketaveradi. Ko'k, oq qilib. Birinchi ko'kdan yurdikmi, har doim ko'k 3 ta bo'lsa, oqni cherigini topamiz. Oq har doim ko'k 3 ta bo'ldimi? Endi oqni ham 3 ta qilishimiz kerak. Ko'k 4 ta bo'ldimi? Oqni ham 4 ta qilishimiz kerak. Shunaqa bo'ladi. Mana, endi 3 ta bo'ldi. Endi aylantirib oqni ham 3 ta qilib olamiz. Faqat oqqa oq yopishadi, ko'kka ko'k ketadi. Sog'a strelkasi bo'lib aylantirib tikaveramiz. Mana bunaqa qilib chiziqlar chizib, tiksanglar qurog'inglar tekis chiqadi. Ayniqsa birinchi o'rganayotganinglarda qo'llaring kelishgunga qadar tikib olinglar, chizib olinglar. Mana 3 ta oq, 3 ta ko'k bo'ldi. Endi ko'kni 4 ta qilib olishimiz kerak. Ko'kni yurg'izamiz. Mana ko'kimiz 4 ta bo'ldi. Oqimizni ham 4 ta qilamiz. Soat bo'lib ketaveramiz. Soat strelkasi bo'lib. Mana endi esa yana oq, ko'k. Endi yana oq. Versace quroq. Asosan bular ko'pinlarning chetiga tikiladi. Buni qaranglar, bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Mana hammasi bor. Endi 6-sini tikamiz.
Ko'kni 6 ta qilsak, keyin oqni ham 6 ta orqama-ketin ketaveradi. Tikilish soniga qarab, soat sirotasiga qarab tikaverasizlar. Endi oqni tikib olamiz ular. Endi ko'kni tikamiz. Oxirida ko'k bilan tugaydi. Endi oqimizni tikamiz. Endi ko'kimizni tikamiz. Qizlar, oqqa oq, ko'kka ko'k qilib ketaveramiz. Hozir oq tikamiz. Oqni yo'li bo'sh. Oqni yo'liga oqni tikamiz. Bitta oq, bitta ko'k qilib tog'a strelkasi bo'ylab ketamiz, qizlar. Shu tarzda tikib davom ettiramiz labka bo'ylab. Mana bitirdik. Tayyor. Endi chekkalarini tikib, chekkalarini polni tikib chiqib, ortiqchasini kesib tashlaymiz. Mana ortiqchasini kesib tashlaymiz. Endi xuddi shunaqa Versace quroqlarimizni eni 16, bo'yi 17 bo'ldi. Demak, yo'llarini 3 ta yo'l. Ko'kimiz ham, oqimiz ham 8 tadan bo'ldi. 8 tadan. Oqimiz ham 8 ta. Bir-biriga urayotganda Versace'ning rasmini ko'rgansizlar, Versace'ga o'xshatib keyin ulab ketaverasizlar. Birlashtirayotganda har xil ulash yo'llari bor. Versace o'zi xuddi shunaqa shaklda turadi. Mana shu taraf. Ko'rpachalarni chekkalarga qo'ysanglar bo'ladi, ko'rpachalari. Asosan chekkasiga ishlatiladi, yostiq, dasturxon chekkalariga ishlatiladi. Xuddi shunaqa qilsalaring ham bo'ladi. Bir-biriga birlashtirayotganda mana bunaqa holatda birlashtirsa ham bo'ladi. Bo'ladi bir-biriga. Ikki tomonini, bu yog'ini ham, bu yog'ini ham bir-biriga bunaqa birlashtirsalar ham bo'ladi. Bunaqa shaklda ham chiroq chiqadi. Mana bunaqa holatda ham chiqadi. Birlashtirishni shaklini har xil qilsalar ham bo'ladi. Versace rasmini ko'rib olib, Versace'ga o'xshatib birlashtirsalar ham bo'ladi. Birlashtirish fantaziyasi o'zingizlardan.